Assalomu alaykum barchaga. Bugungi yangi vlog deymizmi yoki unpacking deymizmi? Xullas bugun qutu ochilishi keldik. Unboxing desak bo'ladi. Tabriklasak bo'ladi. Bugun va nihoyat 28 yoshga to'ldim. Buning uchun avvalambor Allohga behisob shukronlar bo'lsin. Va albatta shu yoshgacha meni boqib katta qilgan onajonimga katta rahmat aytib qolaman. Va bugun har doim o'zim uchun tug'ilgan kunimga o'zimga narsa sovg'a olaman. Va bugun ham o'zimga shu videosidagi obloshkani ko'rgan bo'lsa-edi, MacBook Neo notebookini oldim. Buni anchadan beri juda ham ko'p olgim kelardi, lekin qanaqadir o'zimga bitta bir plan vaqt bo'lmas edi. Hayit kuni olaman deb plan qildim, hayit kuni ham ololmadim. Keyin qarasam tug'ilgan kunim yaqinlashayotgan ekan. Keyin undan ko'ra tug'ilgan kunimga bitta qilib qolay dedim va tug'ilgan kunimga bugun va nihoyat mana shu notebookni o'zimga oldim. Kelinglar, sizlarga shu notebookni ko'rsataman. Notebookimiz mana shu qutining ichida. Menga shu pochta qilib jo'natib yuborishdi. O'zi aslida albatta notebookim bor o'zimni, lekin hech qanaqa bir sababsiz oldim. Bir ish uchun emas yoki boshqa narsa uchun emas. Shunchaki o'zimni bir shunaqa anaqamda bo'lardi. Bir kun notebook olaman, MacBook olaman derdim. Albatta bugunga nasib qilgan ekan. Shunga bugun sizlar bilan birga ochib ko'ramiz. Men o'zimga ham qaradim, birinchi notebooklar juda ham har xil turdagi notebooklar bor, lekin menga qulay, narx tarafdan ham qulay, ham ishlatishimga ham qulay, chunki men unaqacha katta narsa qilmayman yoki qanaqadir bir ishga ishlatmayman. Shunchaki tug'ilgan kunimga munosabati bilan olganman. Hech qanaqa sababsiz olganim uchun mana shu MacBook Neo va yangi chiqqani uchun mana shuni tanlay qoldim. Narxiga keladigan bo'lsak, menga bu 8,5 millionga tushdi. Bilmasam endi kim qancha narxga olgan. Boshqa do'konlarda ham so'rab surishtirib ko'rmadim. Shunchaki internet magazindan zakaz berdim va mana shuni oldim. Juda ham mustahkam o'rashgan ekan. Va mana buni ham endi hozir ochishimiz kerak. Va mana men yoqtirgan rang. Mana shunaqa rangni yaxshi ko'raman. O'zimni telefonim ham mana shunaqa rangdan va notebook ham xuddi mana shu rangdan tanladim. Bilmasam juda ham yoqdi. 256 gigabaytli. Va kelinglar buni ochamiz. Juda ham chiroyli korobkalari va albatta mana bu yerda hello yozuvlariga ahamiyat berishgan ekan. Albatta balkim internetda ham, sizlar YouTube'da ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. Men ham shaxsan o'zim olishimdan oldin bir YouTube'ga kirdim va ko'rdim qanaqa ishlashini, qanaqalarini, lekin ishlashi yaxshi. Menga bo'ladi. Va kelinglar, bu mana notebook, MacBookimiz va bu yerda idishida unaqacha shiq-shiqanaqa narsa yo'q. Faqatgina shu головка и kabeli. Kabeli ham juda ham materiali juda ham yaxshi va boshqa bo'ldi ochiladigan hech narsasi yo'q ekan. Bu yerda o'sha qanaqadir narsalari bo'lsa kerak. Men doimo bilasizlar, oldin Apple telefon olganida iPhone anaqalar bo'lardi. Olma anaqasi chiqardi. Juda ham o'shanisiga qiziqardim. Unaqa narsa yo'q. Lekin mana shu anaqasi menga juda ham yoqdi. Qanaqadir materiali juda ham chiroyli ekan. O'sha cho'tka ishlashibdi. Mana ikki tomoni ham Type C bo'lar ekan. Juda ham yaxshi.
Va endi notebookimizga kelamiz. Va mana notebookimiz MacBook Neo. Qanaqadir ixcham, juda ham ko'rasizlar. Rang shaxsan menga mana shunaqa to'q rangli narsalar yoqadi. Men qanaqadir mana shu rangni tanladim. Boshqa rangi ham bor. Xuddi qanaqa limon sifat yaxshi rangi ham qanaqadir o'ziga tortdi, lekin mana shu rangidan nimadir juda ham oddiy bo'lgani uchun, menga har doim oddiy narsa yoqqani uchun mana shu rangidan oldim. Kelinglar, birga ochamiz. Mana ochib oldik. Klaviaturalari mana shunaqa. Ekran unaqa yaxshi tushunmayman-ku, lekin YouTube'da ko'rgan bo'lsam, juda ham iPhone telefonlarini ham juda ko'p yil davomida 2014-yildan beri ishlatib kelayotgan bo'lsam, juda ham hech qachon bir qotib yoki bir anaqa bo'lmagan. To'g'ri, zaryadkalarda muammo bo'lmasa, tez tugab qolmasa, lekin juda ham qadrdoniniz bo'lib qoladigan telefon hisoblanadi. Misol uchun, endi notebookni hali o'zim ishlatib ko'rmaganman. To'g'ri, tarbiya sentrlarga kirganda bir ishlatib anaqasini ko'rganman, lekin unaqa ich-ichidan nima anaqalar borligini hech ko'rmagan edim. Lekin albatta qanaqadir men asosan DJ'larda ko'rardim. DJ'larda To use English as the main language, press the return key. DJ'larda shu MacBook ishlatishardi va o'shandan ko'rib qanaqadir qiziqish paydo bo'lgan edi. Bilmayman nimaga va o'zim ham oldim, lekin menga misol uchun bo'ladi. Misol ishlatishimga balkim keyinchalik ko'ramiz. Endi bundan keyin albatta mana shunda agar anaqa qilsam, video montaj qilsam, albatta mana shunda video montaj qilaman. To'g'ri, professional video montaj emasman. Shunchaki o'zim hobbim bo'lgani uchun, o'zim yoqtirganim uchun video montaj qilaman. Avvalambor mana shu 2026-yilda 28 yoshga to'lganim uchun o'zimga albatta kattami kichkinami qanaqa bo'lsa ham o'zimga bir sovg'a oldim. Va albatta sizlarga ham kattakon rahmat. Mana shu kungacha agar men tomosha qilib, agar kanalimga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsanglar, to'g'ri davomiyligini yo'qotib qo'yganmiz videolarni. Lekin albatta o'zim albatta yuragimda har doim aqlimda mana shu video olish g'oyalar, har xil g'oyalar bor. Balkim bundan keyin rivojlanish, balkim yanada videolar olishni ko'paytirib borarman. Albatta o'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar. Hammanglarga kattakon rahmat va keyingi vloglarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.